meni egaller. Sevgi saldı dilimga, aman qaytib kelsin de. Men dünyani kezib, chin sevgini izlab, uzun dilisiga. Eng nadir, eng yangi süzük yuqur bo'lgan filmlar Salkin süzük film munbir. Torbikat adresimiz www.jjsalkin.com. Hammaga ma'lum, odam emgak bilan oliyjanob bo'ladi. Shunga kishilar xo'shal-xuram xizmatga boradi. O'zimni elib etsam, men emgak bilan oliyjanob bo'laman degan umidda har kuni xizmatga boraman. Alayli statistik kasbi bo'lmagan bo'lsa-da, shu qadar natija ishlayotganligimizni ehtimol biz o'zimizmi bilmagan bo'lardik. Boyaq Lyudmila Prokofyevna Karidina, statistika idorasining boshlig'i. Bu ayol o'zining rahbarlik kasbiga shunday puxta. Durust. Turmushda bunday yangiliklarmi oz emas. Lyudmila Prokofyevna ishga har kuni hammadan boldir kelib, hammadan kech ishdan tushidi. Buningda aniqla turmamdi. U texnik yotliq bo'lmagan. Biz uningga muz chiroy deb laqab qo'yib oldik. Albatta, buni uning oldida hargizmi degil bo'lmaydi. Ben her kuni atiganda xizmat ketib, o kapsiz ishki o'g'limning g'avg'asidan ondan qutulaman. Mana ma 40 kopyek ishki potik sut al, unutib qolma. Ma'qul. Nashti qilishni unutma. Ha, endi sen bilan hisoblashay. Sen qachongacha mal qilasan? Mening ifodam yo'q-ku. Emis haqlar nimda dod etib keladi. Dapaqa qani, nimda o'chirgichni yeding? Men choqmoqqanmikin deb. O'chirgichni yegan bormi? Hali cho'ngib qoldim, bilishing kerak. Aras mashina nemishga ishkab solib qo'yding. Men solmadim. Ishkapni to'qigandim. Oshqish yutib ketdi. Tezma, muallimning ustiga yana shirin tushib qo'yganini kerak. Gapni oldingmi? Oldim. Bu yavash bo'l. Mening ismim Anatoliy Efremich. Familiyam Novasisev. Men maoshimga tayinib tirishchilik qilaman. Ochig'ini aytsam, aladigan maoshim oydan oyga orallaydi. Boyaqning ismi Olga Petrovna Rinova. Uni Oliya deb chaqirishni yaxshi ko'ramiz. Oliya mening eng sodiq do'stim. İkimiz Maliye İqtisadi İnstitutida o'qiyotgan vaqtimizdan tartibla obdan do'st. Bu savodishimiz bakmi xushxuy. Osmon o'rlib tushsimi eran qilmaydigan ayol. Menga uning mushi mo'jazi qaltis yoqdi. Chunki yer sharini mushunda xushxuylar cho'gildi emasmi?
Bizning bu shahrimizni odam dengiz desa bo'ladi. Ko'chalarda mashinalarning oyoqi uzilmaydi. Hammani odam xuddi kichik qilayotgandek mong'ila aldiraydi. Hammali yerda odamlar bir-biriga so'qilib, mashinalar o'tolmay qator turishib ketadi. Shundaqdimi men o'zim turayotgan bu shaharni yaxshi ko'raman. Chunki bu go'zal bir shahar. Boyaqning ismi Veruchka. Uni boshqa ayollarga o'xshash hammaga qiziqaverdi. Shundaqla har qanday ayol kotiblardek nayt yaqinli. U kotiblik maosh oladi. Lekin keyin kiyim-kechaklari sapli chet el. Bular nereden topadi ekan? Buning o'zi bir sir. Boyaqning ismi Shora. O'zi xili tuzuk ayol. Afsuski u aktivlikni chekdan oshirdi. Biz uni jamoat ishlariga chiqarib qo'ygan. Chiqarishni chiqarib qo'yib, endi tushirib yetamay yuramiz. Mashinada qistilish ataganlik majburiy gimnastika. Mushunda qistilish bilan uyqusi ichilmagan kishilar teklishib qoladi. Uf, mana har holda xizmat o'rniga yetib keldi. Ha? Oh, Yaxshimisiz? Qarmamsiz, vokka oyoqni yana teshitibdi. Shundaqmi? Nadima qarzalarni mashina chiqarmam beraydi. To'xtab turing, do'ramni bo'lay. Boshaqliq do'risi bormi? Ha, bugun yana nima ish bor? Biringlar 50 kopiya ish topshirsizlar. Ha. 50 kopiya ishni nimaga qo'l qo'ying? Mana nima bo'ladi? Yangizmi? Ya o'g'ildi, ya qildi, o'qimadim. Mana nimaga qo'l qo'ying? Mana nimaga? Yo'ldoshlar, yana kim pul bermidi? Mana nimaga? Meniki nima? Ma'qul. Yo'ldoshlar, ketib qolmanglar. Yo'ldoshlar. Nima degan sat ovoz bu? Aytinglar, menga kimmi 20 minglik qaz berib tura? Boshqarim boshliq bo'lib qolsam-chi, ish. Men bo'lgan bo'lsam sizni boshliq qilardim. Qanchalik ishda u? Siz degan qobiliyatli ham tajribali. Ah, bo'ldilar. Heliq mo'chirayib bitta berdim. Sizni boshliq qilmay kimni qiladi? Bu mumkin emas. Juring mangaydi. Shura, nima qildi? Uqmadim. Uni so'rg'ida hech bo'lmadim. Siz heliq mo'chirayib bitta ikki balam bor, baxmasam bo'lmaydi-da. Qo'ying, uningga balam badab nima qilay? O'chi jonda bola degan narsani borlig'ini bilmaydi, yaxshimisiz? Ondaqlarning nazarida odamlar bola tug'ilmay, organlar tushagan ishtatga asosan maosh darajasiga qarab o'rniga o'ltagan bo'ladi, yaxshimisiz? Lekin boshqarim boshlig'i bo'lsangiz 50 rublini ortib olasizda, munchalik pulni ko'chadan tepib bo'lamiz. Tepvag'u bo'lmaydi, yaxshimisiz? Biroq masala pulda emas. Men mushcho'zni hajatimiz ekdim, bu yeshib ortib ketgan o'quvchidek. Bu gaplaringiz menga deb bermay, boshqa. Bo'lmas, xili ishlarni qilg'izilgan batdi. Нет, я об этом говорить не буду. Хочу умирать, я гордый. İdaramızda xizmatlar har kuni mana shunday boshlanadi. Buni odatga, an'anaga, hatto bir xil murosimga aylanib qolgan desimi bo'ladi.
Petr Ivanovich Bobulkov yemeklikler sanatı başkarmasının başladı. Şunundan boz gerek. O şundak semiz ve şundak yaş durdu. O kişi Yuri Gergorovich Samovarov. O bir yaşçak. Ben onu xelidin beri bilemem. Ali mekteplik savagdışı. O statistik idarası kilitla oyununu başlayıverdi. Adetki günlerden hiç kanda farklanmaydigan. İdaranın katibi Virushka yoldaşı bilen telefonda kızgın sözleşivatqanda yenidan idara başlığı Lyudmilaga yardımcı bulup kelgen Yuri Gergirovich işxonaga kirdi. Bizga nisbatan bu ya kishini maftun qiladigan, she'riy tuyg'uga to'lgan bir dunyo. Degan uyda qolgandingiz. Eshikni solashni unutmagansız. Sizga buni vakolat qilishimni g'ashti yo'q. Esingizda bo'lsin, biz telegram adashib ketgan. Albatta esimda. Siz nemonchi qo'pol. Kechirsiz, Lyudmila Prokofyevna bormi? Batırıp durun. Biroq bugun degan mening qozonimda tuxum pishiribsiz. Qozonni uyibmi qo'ymabsiz? Bek nachar tamoshga ketgansiz. Anlab qiling. Mening ismim Yuri Gergorovich. Keltirib telefon berme. Kechirsiz. Men sizni ko'rishga kelgan birsimikin deb qoptiman. U bormi? Ba, marhamat. Oh, Yaxshimisiz, Lyudmila Prokofyevna. Men keldim. aytinglar, men shu topda qandaq tamoq chekotma, Milbor. Yangidan kelgan boshliq qaltis mardkan. Kapli menga bir dojin tamoq berdi. U men bilan munosabat o'rnatmoqchi bo'lyapti. Hali u mo'mayning qishig'iga kirib ketdi. Siz bilan munosabat o'rnatmamda o'rnatman mening karim. Oh, kechiring. Men o'zimni tutib ololmay, yana telefon berib sopdiman. Buningdan keyin hargiz telefon bermayman. So'g'dimni qabul qilasiz. Shvetsariyaning yordamchisi. 8 rangli qalam. Bu qalam hujjatlar tasdiqlashga bek muvofiq. Qarshi rad qilganlikni bildirdi. Qizili buxgalteriya boshqarmasidan pul olishni, yeshili umidni, ko'ki yo'ldoshlar ko'rib chiqsin degan bildirdi. Rahmat. Qiziq gap qilgansiz. O'tiring. Vera, yo'ldosh Novoselsevni chaqirib eting. Qaysi Novoselsevdasiz? Odatli bir kadrimiz. Rangi ro'yi so'lg'in passiv bir kadr. Afsuski bizning bu yerda undaqlarni aytib. Xo'sh, Yuri Gergorovich. Anatoliy Yefremich, sizni boshliq chaqiryapti. Ahmet, adırlı kiray. Ahir men tepside. Fırsatni herkes qo'ldan bermang. Uni ching yerdan tuting. Boshqarmaga boshliq bo'lmaguncha herkes yenib chiqma. Nima deydigansiz? Uning nazarida men nolga gitar. Avval ximiya sanoat boshqarmasining ahvoli bilan tanishib chiqing. Men Shvetsariyada Bu idoramizning ximiya ilgili sanoati boshqarma. statistikasi bo'lgan. Ondan Bu yerda asosiy ajoyib boshqarmasining qizlar. elektronlik hisoblash mashinalarini tengshash ahvolini tekshirib chiqing. Shvetsariyaning Shvetsariyaning elektron hisoblash mashinalari bek yaxshi. Lekin bizning heliqi yenik sanoat boshqarmamiz odamning beshini og'ritib ketyapti. Chatoq yer u boshqarmaning ta hozirgacha boshlig'i yo'q. Burunqi boshlig'i Petroninni ministerlikka o'tkazib ketdi. Novoselisev keldi. Hozircha men tek muvofiq nomzod topolmadim. Uni kirgizib eting. Tez kiring. Bo'di qilib ketmang. Buningdan boshqa siz diqqat qilishga tegishli. Kechiring, Lyudmila Prokofyevna. Men chaqirtganmidingiz? O'ltiring, yo'ldosh Novoselisev. Rahmat. To'la. To'la. Tolka. Qanday so'rab bu? Neden kelishing? Nima gap bu yo'ldoshlar? Mishada ishlamsa? Maktab ishlaganda tasdiqlashadi. Ko'zini taqabsa, burutni qo'yibsa, checham uchib ketdi. Elimni yaxshi uçup ketmedi. Yo'ldosh Novoselisev. Qanday qilib Bu mening savol ishim. Shundoq kelsa, men bildim. Yo'ldosh Novoselisev. Sen qasa salapti. Meni pasroq. Yo'ldosh Novoselisev, majadval sizganmi? Men tuzgan. Ish deganni puxta astoydil qilish kerak. Bo'lmasa qilmagan tuzuk. Statistika ilmi bir fan. U noto'g'ri narsalar bilan sig'isholmaydi. Buni bilaman. Tekshirib sinoqdan o'tmagan raqamni nemish ishlatdingiz? Qanday qilganingiz bu? Men tekshirib sinoq qilgan-ku. Siz diqqat qilmadingizmi? Ba'zi tovarlarimiz bozorda yetishmayotdi. Ras, men magazinlarni aralab turyapman. Shvetsariyaliklarning Shunday ahvolning yuz berishiga sizga o'xshash beparvo odamlar sabab bo'lyapti. Ular buni plan kirgizmagan. Bu jadvalni olib tuzib chiqing.
Endi özümüzden ışık gelayli Yuri Grigoriyevich. Olur. Etmoqchi siz mening o'rinbosarim bo'lgandan keyin intizomni tuting. Afsuski bizning intizomimiz to'limi chechilangu. Sizning yana boshqa ishingiz bormi? Bor. Nemish? Meningcha mundaq bir masala bor. Qandaq masala? Bu masalani yo'q desam bo'ldi. Yo'q, shundaqmi? Endi chiqib ketsangiz bo'ldi. Xizmatni kechikish. Kechiring. Tolka, meni Qubulxonni jindak saqlab tur. Hozir chiqaman. Xizmat vaqtida magazinda yurgan. Yaqinda texmandaq bir tekiksiz ish yuz berdi. O'ylasangiz odamning jeniga tegadi. Birisi ayollar hojatxonasiga kechiring. Nim qipti. İşten paypak setiş haqida e'lon choplabdi. Hojatmanlarni tezdan aloqalashsin debdi. Satish bo'pti. Bizning muzchiroyga bir ma'lum beribdi. Aytinga u kim? Uqmadim. Kim? O'ylab bakmamsiz. O'ylabmi topolmadimmi? Obdaroq o'ylab beqing. Yana o'ylasam yana shu zoti kim u? Yurka. Qaysi Yurka? Da'vatiniz bu. Siz uning bilan yurib bakmagandek. Samoxonlik. Sen o'zi shu. O'ylabmi baxmabdi ekanmi? Shu emasmi? U hozir qanday qaraqga? Yumran tarxamakka o'xshaydi. Shundaqmiki? Yura. Oliya. Ya Parvardigor, bek chiroyli xo'p ketibsan-ku. Oliya. Men uni tanib oldim. Sen faqat o'zgarmabsan. Nima? Seni ko'nglim baxo'shil bo'lyapti. Menmi shundaq? Birodarlar, biron deb paranglashmamdiq. Sizlarni ishxonamga taklif qilishga amalim yo'q. Karodina ishxonamni remont qildiryapti. Qarmamsizlar, yangidan xizmat tayinlangan boshqa amaldorlardek men ishni ishxonasizlashdan boshlaydigan o'xshayman. Oliya, qanaroq turyapsiz? Naydi yaxshi. Bir yurish uyim bor, shahar atrofidan sal yiroqroq. Yuringlar, men yoqqa. Yuringlar, bir ataldan chekishaylik. Bir o'g'lim bor, 14 kirdi. U tantarbiya havaskori. Yiroq sakrashning natijasi birinchi darajalik o'smir tanargachilarning o'lchimiga yetdi. Unchakma, manchak. Melbur. Rahmat. Yo'ldashim nahayt obdan. Patrovskiy o'z operatsiya qilib uning oshqozon yerisini kesib ilvatdi. Operatsiya nahayt o'ngishli bo'ldi. Uning texniksiz davolash kishkisini epadi. Hozir yesin to'pda damyotdi. Qisqasi, kunim yomon emas, boshqalarning qilish kuchilg'imi yo'q. Qarangsiz. O'zimizni ishlangan tamaqtaslik deb. Bu ko'ngil deydi ekan. Do'stlar, meniki doim kepirdi. Sening ahvolingchi? İşlerim ko'ngildagidek. Ish keldim bu yan Janivada ishladim. Oh! Bu sana Shveysariyadan kelgan sovg'a. Janlar qandaroq ke? Hayotda xushal o'tgan bo'ldi. Bak murakkabga. Qara, menga 20 rubl qarz berib tura olamsiz? Albatta, berib turmaychi. Aslida bunday qilish o'z irodamga xilof. Men asli boshqalardan pul qarzamaydim. Men tex rasmiy tayinlanmadim-ku. Hozircha oson bo'ladi. Darrov ishlatmaydigansa, maoshimni ilib berayman. Rahmat. Yura, sening boshliq bo'g'ing nahayt yaxshi bo'ldi. Endi to'laga yordam qilgin. Uning nima bo'ldi? Mundaq ish. O'liya bo'ldi dema, anglatamsa, demayli qo'ya. Bundaq adolatsiz ishlar zardamni qaytib yetadi. Boshqarmamizda boshliqning o'rni bo'sh. To'la bu o'ringa eng loyiq nomzod. O'liya, xo'sh bo'lib ketay. Oz gap qilg'ina. U ziyrak, tirishchan, bilimi yuqori, ikki bolasiga o'zi qaraydi. Ayolim kim? Hozir ayol yo'q. U ayol ketib qoldi. Ikki bolani uningga tashlab ketgan. Ballarni men uningdan tortib olgan, uningga o'zim bermagan. Masla uningda emas. Vay, yaxshimisiz? Ha, men Novosisov. Nima? Bolam haqqa tukuribdimi? Uning toza adiyini berib qo'ying. Sal turib uningga oyoq og'lamoqchi edim. Ishimni tugitib uni og'ilib boraman. Rahmat. Boshimda yana ish deyapti. To'lani o'stasi mening jima bo'ladi. Yura, bo'ldi qil. Sizlarni tozimi? Hozir cho'ng boshliq hozir o'stirib o'tgansa. Hozir bo'lmaydi. Ketin anglanglar birodarlar. Men ma jadvalni xato qilib qo'yibman. Bu ish aplashmaydi. To'la. Yo'q, O'liya. Biz ko'rishimga shuncha uzun bo'ldi. Balki Qancha askar bir boshqarmani o'tsin chiqalar. Chiqishga turma. Bo'ldi. Yura, bo'ldi qil. Sen bak oldirib ketyapsan. Gapimni quloq sol. Hozir chiqib vaqt emas. Qarang. U zotli o'zgarmabdi. Ras. Lekin u mushundaq ish bajarsa bu yerda uzun turolmaydi. To'la. Rost gap qiling. Men mushturqim bilan chinib qolmasman. Yo'qay, O'liya. Siz hargiz ishonmaysiz. Yo'ldosh boshliq. Men bundaq o'ylayapman. Novoselsevni Inek sanoat boshqarmasining boshlig'i qilsak, sizning qanday bo'ladi? Uning bir bosh jadvalni buzib qo'yganligi hech qancha ish emas. Asos qatlamda uzun yil ishlagan odam ba'zi bir ishlarni qilganda savanlikdan xoli bo'lamaydi. Men uni burundala bilaman. Uning xilali iqtidori bor. Siz savodishingizni o'stirmoqchi bo'lyapsiz. Buni men tushunaman. Lekin biror odamni o'stirishda
Onun xizmat iqtidorining bor yo'qligini birdan-bir o'lcham qilish kerak. Kechiring. Hozircha hali bo'lmadik. Biroq aynan gapni qilsam bundaq ishlar opul-tupul hal bo'lmaydi. Shunga birodarlar, bir oz sabr qilaylik. Men bu ishni cho'qim hal qilaman. Yura, men sana hilimi ishlama. Bu ish menga ayon, umid yo'q yo'ldoshlar. Qo'rqib ketmang yo'ldosh boshliq. Yinimizda yot odam bo'lgan bo'lsa, men sizga bunchalik qisqin bo'lib ketmaydim. Sen zodi azaldil qaydiyosinliq ish qilsa, o'liya. Buldu əmsə. İşkinla paranlışınla. Mən mağazınğa qaçın berib gelək. Tuş vaxtı bo'lib qaldı. Mağazını taqib etmisin yenə. Tushlik demilish vaqtimda sataq bo'lyapti. Soat 2 bo'la bo'lmayla yemeklar magazin taqilib qoladi. Vaqt degan o'taverdi. Uning ayni yillardagi turqi yodingdimi? Yodimda. Ammo bizning yashirib ketayotganimiz yo'q. Shundaqmi? O'g'u shundaqmi? Ras, ayollarga tez kelib ketadi. Bu vazifani o'zimning do'sti ustiga olsa, menga bak yaxshi. Beshimga kun tushganda u menga asqatadi. Albatta shundaqda. Yangi chiqqan qaysi bir amaldor o'z odamlarini yeniq topmagan. Mening mening odamim. Albatta shundaq. Ras gapni qilsam, burunmay hech kimning odami emasdim. Pastga tushaylik. Sanki koordinasini ancha yoqtirmaydi ekan. Seni chakin odam ko'rdik. Bu gaping to'g'ri. Ehtiyot qil. Mazkur o'zini qo'g'dash iqtidori yo'qlarning mudofialanishini qavi. Ammo har holda bir amal qilib uni indakka keltirish kerak. Uning qanday ojizligi bor? U ojizlikdan butunlay xoli. U iskatsiz bir qirqiz. U odatli qiz emas, u bir boshliq. Bo'ldi. Sit down please. Bu sening mashinangmi? O'tirib yigit. Qaltiskan. Karamat bu. Bo'lgimi? Yengildim. O'tirib. O'lta. Buning ishi mehmonxonaning o'zi ekan. Bu nima? Philip markali strolog unalg'i. Mashinaga o'rnatib ketganmi? Ikki kanalliq, bir o'ngda, bir solda. Yuriy Grigorovich. Ben ministerlikka boraman. Xat kelamasligi mumkin. Yo'ldosh Novoselisev, jadvalni tezroq tuzib biting. Lyudmila Prokofyevna, unutib qolmang, kechda yo'lingizni qarayman. Bo'ladi, boraman. Muavin idora boshlig'i Yuriy Gergerovich statistika idorasiga xizmatga tushganlik munosabati bilan uyiga mehmon chaqirdi. Yura, men uningdan to'rdan qo'rqqandek. Qo'rqaman. Bunda qilaylik. Yangidan xizmatga tayinlanganligimni qutlaqlash uchun bugun uyimda choy o'tkazmoqchi. Sen bekag, erkin azod o'tiribsiz. Sen uning bilan munosabatni yaxshilamoqchi bo'l. Uning obdara xizmat qilib qo'y. Bo'lmasa, seni o'stirdigan ish u yana vaqirab ketmiz. Demeshi ashunda vaqirg'il tursa, men qanday uning xizmatini qilaman? Bu oddiy gap. Uning odatdagi ayollarga muomala qilgandek muomala qilsang bo'lmadimi? Qanday dedi? Bo'lmaydi, Yura. Bu qo'limdan kelmaydi. Erkak turib bunda qilsam bo'lmaydi. Yo'q. Erkak bo'lganim uchun jazman shunday qilishim kerak. Men uni chin ko'nglimdan qo'g'lashqin deyotmayman. Balkim boshqa xiyollarim bor. Yaxshisi uningga asta yaqinlash. Yo'q. Martning yaxshi bo'lsa-mu uningga yaqinlashamayman, gapimga. Uning hargiz yaqinlashamayman. O'liyani el, meni etib uni etmasang senda ranjiydi. Ras. O'liyan nim deb chaqirma. Esanim bo'g'dak. Emas vaqtida kelinglar. Shveysariyaning yo Amerikaning Yo'ldoshlar tatmoqlar, qani pomidor yapaqinglar. Elanglar. Rahmat. Mana yo'ldoshlar tatmoqlar. Sallanayli. To'la. Mana bu yoqqa. Mana. To'la. Adil. To'la. Mana Ajab bosh ko'zgansa. Sendak o'xshatdiki. Ajoyib fursat keldi. Mehmonga kelgan Anatoliy do'sti Yuriy Gergerovichning talab qilishi bilan ayol boshlig'i Lyudmilaning yeniga kirdi. Berib paraq tutmamsa. Sen degan Salayxon. Mana al.
Ben bu bilime. Kışkılamayın, Bu yürü. nayet kokunuşlu. Yak, yak, Karanlık yak. okşaydı. Ben kirmey. Onu kök tatlı kuşkaçlarını ürkütüş koydu. Cingit bu. Ben onun Kirmey. çıkar karama başına. Kokuvatı Hemen. Ulan bu ne? Haksızlık kokuvatı Tez bol, tez bol. Batı kılaylı. Tez bolmam sen. Fırsatını ötküz etme. Tez bol, tez bol. Kokuvatı ne? Tül, yürü. Tül, ben... Nim kılmam bu. Ben sana nim dedim. Çakın kırmam sen. Karat durun dedim. Töle. Tez kır. Vay vay perverdigar. Cinimni alıdığım buldu de. Kırsam bulam da yetmeyle Prokofyevna. Kiravering, yo'ldoshni o'zilisiz. Sizge köp rahmet. O'tir. Rahmet. Bu yetdimidim? Mende bir işiniz var mıydı? Yok. Bah. Neymiş? Araqdan bir arum kişip koyun. Ben arak içmeyme, yo'ldoshni o'zilisiz. Ras. Ben mi içmeyme? Yetmeyle Prokofyevna. Sizge şu gapni demekçi. Sizin gözünüz pek ötkür. Qandaqsiz deysiz? Meselelerge nahayt doğru qaraysiz. Men iliq jadvalni tuzitib atama. Tuzatgandir yaxshi bo'lib ketib bordi. Iliq jadval bag'ancha yaxshi bo'lib ketib bordi. Bag'ancha yaxshi bo'lib Men ketib sizdan xursand, yo'ldoshni o'zilisiz. bordi. Bag'ancha yaxshi bo'lib ketib bordi. Yetmeyle Prokofyevna, siz mogo terisini yaxshi ko'ramsiz. Nima? Qasraqsiz, tatliq mogolarni deyapman. Yo'q, bundaq narsalarga faqat qo'sham yo'q. Rastni eshitsam, men sizga ichimdan o'rganyapman. Agar siz o'rmonlikqa borsangiz, ta'lingiz o'ngdan kelib qolsa, obdoroq ko'takka uchrab qolsangiz, bir quchoq ko'tak, yo'q ko'tak emas, bir quchoq mogo terib olasiz. Yana kelib ular tatliq mogolardan, oqlirmi bor? Ular oq terak va qiyin darg'ining tuyid o'sidi. Bilamsiz, yoz kunlari yomg'ir yog'magan chog'larda sassiqqa borsangizmi bor? Nahati chiq mogolar bor. Chiq mogolarni terib olasiz. Mogomi xuddi mushunga o'xshash. Namlikni xohlaydigan narsa. Xuddi mushunga Mogo o'xshash. terishda siz katta mutaxassis ekansiz, yo'ldoshni o'zilisiz. Mogo terishda demsiz, mening ismim albatta Anatol Yefrimich. Esimda bor. Yana boshqa ishingiz bormi? Yo'q. Tugdi. Amsi chiqib ketsangiz bo'ladi. Rahmat. Qandaq bo'ldi? Nimiz qo'ning araq tutmadi? İçmeymen davassa. Əmsə nim qıldыңlar? Nim deyişdinglar? Nemi deyişməkçidik, şu Mogo'nun gibini qilishdik. Moguның? Nim dep Moguның gibini? Əmis onun nemi deyme, ilan tutuşun demdim. Amanın beriçi onun spagajı qıp baxdım. Lekin mən qanlaştıramaydı ekan mən. Ayalımğa ən axır qidim spagajlı qılğan. Bununla 13 yil oldu. Mən unutub keçibdim mən. Sen ömür boyu cəfakeşi statistik Ya, bulaydı. hergiz bununla başqa amal qığılıb olmaydı. Cin gapni qısam, onu kösəmlə putturunda can qanmaydı. Əmsə ör durmay oturup anlaşmamsa. Çaqçaq qıvatqanım yox. Onunla qandaq param qilishni muxtavadım mən. Yotmela bilan munosabatni yaxshilashda natijaga erishamagan Anatoliy uning yeniga qaytib kirdi. Biroq ko'zlagan maqsadga erishamaganlikdan talvilachi janjal teriydi. Taza içib kirib, eshakning qo'liga bir g'ijak chalay. Abla Ekber, men yana kirib qoldim. Men bilan xo'shlaşib chiqib ketib edingiz bu, yo'ldoshni o'zilisiz. O'g'il shundoq, biroq qaytadan ahvollashsam bo'ladi u. Xayrli kech, Lyudmila Prokofyevna. Xayrli kech. Mening bu kechligim yaxshi. O'tasam bo'lamdi? O'tiraver. Rahmat.
Ko'p rahmat. Ko'p rahmat. Yolg'iz zerikmamsiz? Yo'q. Men yolg'izlikqa ko'nib qolgan. Zerikish deganni bilmayman. Amisi men chiqib ketsam bo'g'idakda. O'tiraver. Menga daxli qilmaysiz. Jurnalda nimalar bor ekan? Hech nima. Odatdagi narsa. Qarang, xuddi gachalardek o'tag'imizni qilishadigan gapsiz yo'qdek. Herhalde paranglashqach o'tiraylik. Jadvalning parangini o'qib bo'ldik. Mo'g'og'imi qiziqmaydi ekansiz. Qandaq gapim xato emasdi? Людмила Прокофьевна. Shundaqmi? Shundaq. To'g'ri. Murabboni yoqtiramsiz? Qaynatilgan tayyor murabboni yoqtiraman. She'rg'ichi. She'r qiziqamsiz? Ancha-muncha. Nima? Rasma, ajab yaxshi gap bo'ldi bu. Людмила Прокофьевна. Biz she'r to'g'ri parang qilchaylik. Men yaxshi vaqtimda she'r yozatdim. Sizchi? Sizmi yozganmi? Ya, mening undaq iqtidorim yo'q. Meningmi yo'q. Men bir she'r deklamasiya qilib beray. Anglab bilib olasiz. Zaruriydi bam. Qaramliq qilishning nima hojati? Bo'ldi, jinini tikdim. Men sizda shunday yaxshi ta'sir qoldirmay qo'ymayman. Bu maqsadingizga yerim yetib bo'ldingiz-ku. Men bu ta'sirni tegimi chunqurlashtirmoqchi. Dastlabki asarlarni o'qib beray. Özgini söylesen ağırla yükün. Güzel sen boldi kıynama beni. Güzelliğinden zoklanish go'ya. Tapkan bilen ten hayat sırrını. Özgini söylemek. Pa. Siz yoshlig'ingizda hozirgidan xeyli aqlli ekansiz-ku. Biroq men faqat o'ylamabdiman. Pasternak asli sizning taxallusingiz ekanda. Men faqat o'ylamabdiman. Sizning she'rdan xabaringiz bo'lib qolmay bu she'rning kim yozganligini bildi ekansiz. She'r bu yaxshi she'r, afsuski uni yaxshi o'qiyolmadim. Buni siz mendan obdan bilasiz. Albatta shundaq. Bo'lmasa do'stlarimning hammasi sen deklamasiyaga usta deydi. Xushomat qilib degandi. Buni deklamasiya degan bo'lamdi. Siz musiqa qiziqamsiz. Masalan, qanday shakldagi musiqa bo'lmasin? Men sizni musiqa mahoratingizni ko'rsatib tushirmasdigan emasman. Ajab naqsh etqim kelib ketdi. Marasvochilikni qarang. Kim bo'ldi? Odamlar meni ovozing yaxshi, salmoq etsang erlarning o'tir ovozi, yuqori etsang o'smirlarning yuqori ovozi deydi. O'smirlarning yuqori ovozi deydi. Meningcha siz sal jiqroq ichib olgandek tursiz. Nadiki jiqishgan bo'lsam chatoq chiqamandim. Mana qarang, hozir men nima degan mo'min? Her halda talaylik o'xshayman. Amiz qaysi naqshni aytib beray? Meningcha aytmaganingiz Bu gapchi meni naqsh aytolmaydi deb o'ylaydigansizda? Rost shundoq meni hordirib qilyapsizku. Naqsh aytib bersam, hodiqingiz yomon chiqib qoladi, qarang, ha, onam. Әмі яқ жимжит бәқа сақал бір үзі Шаққа есіп қойып құлақны Ойнар ұсыл біліне толғап Лай 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 Sizin o nerviniz çatağarak mı neyme? Qaraganda naqshamni mi yaratmaydi ekansiz da? Shundaq, afsuslanıvatman. Siz hech nimani yaxshi ko'rmaydi ekansiz. Sizga yiqilish bak taskan. Shundaqdimi uni baqay. Endi tansi o'ynab beray. Zamonaviy tansi detingiz yoqmagandan keyin qadim qizni o'ynay. Ruslarning qadimgi tansi, Sigan qizni o'ynab beray. Qandaq? Qani men qo'shib aytdim. Yo'q. Bo'ldi, siz menga jo'r bo'lolmagandan keyin o'zim aytib beray. Qarang, mana men o'ynayman, ha. Qarang, mana. Ner turing. La 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 Merhamet. Beni ötürmeyin. Görürsün, sigar kızını. Sizni qalb degan narsa yo'q. Siz ko'nglingizni faqat sallaba. Ko'nglingizni faqat sallaba. Gapimni qavlay. Meni chiqaraversangiz mayli. Men yana xo'shal. Men ko'nglimdagi gapni sizdan oldingizga qilib oldim. Ne turinglar. Deb oldim. Bo'ldi, gapimni qilib oldim.
Yuriy Grigorovich, sizga ko'p rahmat. Mushundaq muvaffaqiyatli kashga o'tirish uyushtirganingiz uchun ko'p rahmat. Nedigini Siz Lyudmila bilan Prokofyevna. tanishganimga xushalman. Xo'shamsa, Korniy Semyonovich. Xo'sh, yo'ldoshlar. Xo'sh. Xo'sh. Yo'ldosh Rinova. Xo'shamsa. Xo'shamsa, Lyudmila Prokofyevna. Xo'sh, yo'ldosh Novoselisev Anatoliy Yefremich. Xo'sh emasa, uzatib qo'yaymi, Lyudmila Prokofyevna? Endi bo'ldi. Sizni avar qilmayli qo'yay. Xo'sh. Men opirib qo'yaymi? Yo'q, bo'ldi. O'zimiz tutib qo'y. Azbiray xudo uni kechiring. Lyudmila Prokofyevna. Gaplarni qilyapsiz. Yomonligida hech bo'lmadim. Men to'liq qo'sham. Bu mishna o'qib qoldi. Bu mening savalligim. Hamma odamning orqasiga qo'ydigan chog'lar Uni bo'ladi. kechiring. Siz Нас в набитых трамваях болтает, нас мотает. Tramvay to'la, ammo bekistan. Odam chayqilib ko'ngil elishar. Yer osti temir yo'li bo'lsa-mu o'sal, amal yo'q, hamma shu yon qistishar. Parakanda ham qistan cho'ng yo'llar. Vang cho'nglar to'la quloqni yarar. Bunda odamlar qizg'in qaynagan, so'qilib hayhot oldirab maqar. Ba'zilar g'ingshib aytidi naqsha. Ağzıda sortluq tamaka sigar. So'qilib kassa apul so'raydi, xo'shi kelmasa g'ing qilmay mang'ar. Друг друга, задевая друг друга, идем, задевая друг друга, идем. Novoselisev. İşiniz çok. Алдыңғы күні кәшті идара башлығы Lyudmilani ренжітіп қойған Anatoliy оның ішханысыға әпу сораш үшін кірді. Üzüldüğüm buldum. Nimişqa? Saranglı qilib qo'yuvdin. Oy. Berishka, u meni qabul qilmay qo'yami ya? Qadam tutib turing. Novoselisev keldi. Men uni chaqirtmagandim-ku. Emisi onunğa sizni aldırashgan deb qo'yay. Yo'q. Andaqda toz yaxshi bo'lmas. Bo'ldi. Uni kirgizib eting. Qandaq bo'ldi? Tez kiring. Kayfi qandaroq? Oy. Bosh kelganni ko'raman. Sizga omad tilayman. Rahmat. Yaxshimisiz, Prokofyevna? Yo'q. Lyudmila Prokofyevna, men bu yerga kirishdi. Men o'zimni bilmayman. Tunugun meni qandoqchin urdikin. Shundoq, siz menga saboq berdingiz. Zanjir uzilgan g'aljir ishning uzili bo'ptimi? Bu gapingiz xeyli joyida. Mundaqcha aytganda zanjir uzilib ketibdi. Bo'ldi. O'tiring. Yo'q, o'tamay. Yo'ldosh Novoselisev. Anatoliy Yefremich. O'lsam o'ltirib o'lay. O'tiring, qo'rqmang. Rahmat. Xafa bo'lmay, o'rindiqqa marhamat qiling. Ko'p rahmat. Tunugun. O'tiring. Tunugun, siz meni qilchilik insoniy hissiyat yo'q dedingiz. Tunugun men butunlay oljibdiman. Hargiz rost gap deb qoldim. Yo'q, buningga astoydil muomala qilish kerak. Chunki siz idoramizdagi ba'zilarning ko'nglidagi gapni qildingiz. Shuncha ko'p odamning oldida men to'kmat chapladingiz. Men haqoratladingiz. Haqoratladim. Butunlay yolg'on gap qildingiz. Rost deysiz. Chidog'isiz yolg'on gap qildingiz. Men bundaq yolg'on gaplaringizga hargiz chidab turolmayman. Buningga men chidamayman. Siz hamisha gap yo'g'ilsiz. Gap yo'rg'atmadim. Sizning zot qanday odam ekanligingizni eshitib qolmadim. Meni o'qib nima qilsiz? Bo'ldi, meni o'qimayli qo'ying. Siz meni bag'ri tosh dedingiz. Nada sizning bag'ringiz yumshoq. Qopig'idan muz yog'ib dedingiz. Yo'q, siz to'limi qizg'in. Qalb degan narsa yo'q dedingiz. Yo'q, hamma a'zoyingiz to'liq. Ich qop-quruq dedingiz. Yo'q, ichingiz ajoyib yo'l.
Meni kechiring Lyudmila Prokofyevna. Men asli Ağzınızı yuming, meni to'la mazaq qilmang. mazaq qilmadim. Xudo haqqi, men faqat mening aqlimga yetmabdi. Qandoq siz ichingizni o'ldab sog'inimni o'zimni bilmayman. Sizni asli oq ko'ngil demoqchidim Lyudmila Prokofyevna. Men rost shunday demoqchidim. Bilmedim siz bana. Men sizni hurmatlayman. Nemishqa o'shsizkin? Siz nima deyapsiz shunday deysiz? Men shuncha debman turibmi? Shundoq azob bermadingiz. Azob bergan emasman. To'g'ri. Sizni vazifangizni Hozir aqlashim. shundoqroq. Mukofot pulingizni oyma-oy Lyudmila beryapman. Prokofyevna. Mening gapimga ishonsangiz organimiznikilar. Bu mening xizmat Rostdan huquqim. qildingiz. Men hozir qanday qilishim? Idora boshlig'ida. Biz sizni hurmatlaymiz, chin ko'nglimizni yaxshi ko'ramiz, ko'nglimizning cho'nqur yerini yaxshi ko'ramiz. Rost Lyudmila Prokofyevna. Buning ishonsangiz. Shundoq cho'nqir yerdi, nayt cho'nqir yerdi. Nima men iqlamig'idek. His qilsangiz kerak. Siz Nima yaxshi bilan rahbar. davatsiz? Qolsiz demokrat. Ijani bezirni Rost deyapman. yo'q gaplarni qilmang. Siz buni tasavvur qila olmaysiz. Siz birinchi ishxonangizga chaqirsangiz, u xuddi bayramda qo'shib ketadi. Siz birinchi ishxonangizga chaqirsangiz, u xuddi bayramda qo'shib ketadi. Bu mening gap. Behla oshirib etdingiz. Nima bo'ldingiz? Xonamga kirib. Olajoqsiz. Yig'ilma. Boshqa turib yig'ilsangiz satrudika. Qaringiz bo'lmasin, mening nima qilish qilmasligim bilan chattig'ingiz bo'lmasin. Men degan rahbar bu rahbarning ishi. Ama siz azroq suv ichinglar. Suv ichib olsangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Kirsam bilamda Lyudmila Prokofyevna. Yura, to'xta. Chiqib ket. Nima ish? Qo'shib ket. Nima ish bo'ldi? Biz yig'in ichatimiz yig'in. Nima ish bo'ldi? U saranliq qilib kelgan Lyudmila uni xizmatini haydayotmoqchi bo'ldi. Yo'ldosh boshliq, siz bilan so'zlashmoqchi edim. To'xtab tur, yig'inimiz tari tugimidi? Ajabmi oldirangan nima ekan bu? Bu yer to'la atqochlik qilmang. Hozircha men yangi bu idoraning rahbari, bu yerning xo'jayini, ayol xo'jayini. Nima qilib kelsa shuni qilaman. To'g'ri, siz ayol xo'jayin. Bu yana saranliq qilibdi-da, tazim talvi nima ekan? Endi yig'ilama. Toza bir ish bo'ldi. Qancha bir ishdi bu? Men sizni opangizdek badlishim kerakman. Nima ish men bilan qayersiz? Emas yig'lab. Yig'lasangiz balkim foydasi bo'lib qolar. Yig'lay olsangizlar, bu sizning nijot topadiganligingizni tushuntiradi. Karınız olmuşsun. Ben sen baray. Ben sen baray. Vay. O hazır aldıraş. Nime? Minister? Kaç minister? Minister. Onun minister gap qilib vaqti yo'q. Allah qarashingizni qarang. Har qancha bo'lsin ministerga shunday gap qilamsiz. Hatto men undaq qilmayman. Allah qarashingizni Keling, qarang. ozroq usulib iching. Qani, keling. Dadingiz chiqcha urun. Adashdik. İş bilmedim. Neymiş qanmala adam meni qo'rqinish mahluqdek ko'rdi. Bak oshirib aytdingiz. Hamma odam unda deb qaramaydi. Bu mendan o'tgan savallik. Kechiring. Yo'q, chidag'ichiligim qolmadi. Chiqib keting, sizni ko'mayli qo'yay. Gapingizni anglamayman. U tek chiqmadimi? Qarmamsiz, eshikni mi taqib olg'idi? Ishini chiqib kelib uni qutqiza olamdik ya. Nima bo'ldingiz? Sarang bo'lib qoldingizmi nima? Rost gapni qilsam mening hargizmi tishingizga tegish niyatim yo'qdi. Sizning yig'ilganligingizni ko'rib, sizning normal ayol ekanligingizni bildim. Ham qattiq hayron qoldim. Voy, ajabmi to'ydim sizdan. Lyudmila Prokofyevna. Meni tushuning. Men tug'ilishimdan gapga cho'ltiroq. Men bo'lmasa bir masalani o'ylasam nihoyat normal. Shu biroq uni ifodalashdi. Bo'ldi, bas, ministr nima dedi? Kim bilibdi? Mening gapimni uqmadi. Men ministerlar bilan so'zlashib odatlangan. Endi meni ministr chaqirsa, uning bilan qanday ko'rishiman? Ko'zimdagi qizillik kechgacha uqmaydi. Burnim mushundaq. Qo'lingiz bilan sursangiz, ko'zingiz qizarib ketadi. Yaxshi o'zi qurib qolsa, hech kim sizning yig'laringizni uqmaydi. Bilemsiz, yig'lab baxmag'anim uzun bo'pti-ki. Ba'zi toza qonga yig'lig'im keladi. Lekin yolg'iz yig'laganning nima ahamiyati? Xuddi haraqkesh, ulpassiz haraq ishgandek. Rost deysiz. Endi yig'lamoqchi bo'lsangiz, meni unutib qolmay chaqiringlar. Ikkimiz birga yig'laylik. Ozroq suhbat beramsiz. Ma'qul. Rahmat. Siz mendan yaxshi. İki balangiz bor. İki balam bor. Birisi o'g'il, yana birisi o'g'il. Men o'zim yolg'iz. Naştığım kəmsim hər gün ət degəndə qəhvə qaynatıman.
Şoňa açtyp birmi ýigim bolmasymy zolap ýeýmen, zomy zoýaýman. Andan işga kelemen, işhana bilen bu balxana. Meniň hakyky üýüm, birak keşde näp barman, taňny atguluşman kançylyk täs geldiňizni bilseňizdi. Her günü keşde heli bir wagtlagy işhanda olturup, taky gözetçiler aşkyşy şarahlatganda nailaj öýe gaýtdyman. Naýda nurgun işlerim bar dep işden düşmeýmen. Ämeliýetde meniň baradigan ýerim ýok. Öý diýdiken, öýde nimem bar? Bir televizor bar, hatda birer işden bakkym ýok. Onuň garaýdygan adamy ýok. Meniň ähwalym ana muş. Elbette, meniň dostlarym, tonuşlarym bar. Lekin ularnyň öýi, bala çaqysy, öýde işi bar. Şoňa men özemni bäýle bir momay gataryga çykyryp etdim. Ämeliýetde men aran 36 ýaşga kirdim. Otuz altı yaşka? Şundaq, men sizden yaş Anatoliy Yefremich. Men neçe ýaşlarga kirgendek duraman. 35 kirgende kılısız, 35'ke. Yeni yalgan etdiňiz ýoldaş Novoseliy. Ras, kiyiminizin rengi sel tuturak ke, ras. Aşmaptı. Şundaqmı? Ras, aşmaptı. Men dikkat kılmapdyman. Biroçka, 50 kopek tapşırıp koluňyzda goýuň. Bir westik 50 ýaşga kiripdi. Ýylygy bir kopekden dogry gelsin. Bu jyk bolup ketmedi, koluňyzda goýuň. Hazır tugulgan günü ötkeziş modadan kaldı. Biroçka, siz 50 ýaşga kirgen çagda Ben 50 pul yaş ýaşaýamayman. yaşayamayım çünkü hizmetim ceppalık. Hoş Anatoliy Yefremich. Qaytyp ketdim. Meniň ýene kıladigan nurgun işlerim bar. Ras, men ýene sorap alay. Men istet telefonda bir gep kıldyma? Hapa mısınız? Beni tıllamısınız? Sizmi meni tillamaň? Sizge köňlimdeki geplerni kılaman dep. Yerim gün walahlydy. Kirsem bulamdı, Lyudmila Prokofyevna. Vera! Zamanımızdaki en akıllı kişini menini çakırıp etin, toğra. Bara. Kimni demsiz? Elbette Novoseliysevni de. Kirin, yoldaş Novoseliyev. Oturun. Anatoliy Yefremich. Men sizni ifadeniňizge asasen östermekçi. Hemme kişi etgandek, her kim öz kabiliyeti yarsa işleydi. Şundaq-ko. Biz rahbarlarning, yani şahsen men, toğra. Yani mening bir oyum bar. Sizni devletimizning statistika sahasida gollyk hadim süpütide östermekçi. Yenilik sanaat başkarmasının, yepyenik sanaat başkarmasının başlığı boluşqa. Sizning qandaq fikriniz bar? Anatoliy Yefremich. Men qoşlanmayman Lyudmila Prokofyevna. Mende teşebbüskarlyk kamçyl, kallam galarak. Çiçen emes.
Münasebetli dadıləməz Lyudmila Prokofyevna. Mən yenik sanaat başqarmasının, yepyenlik sanaat başqarmasının xizmətlərini qalaymıqan qıb etəmən. O'ltiring. Rahmat. Yurakligiroq bo'ling yo'ldosh Novoseliy. Rahmat Lyudmila Prokofyevna. O'ltiring. Ma'qul. Mening ismim Anatoliy Yefremich. Ismingiz yodimda, yo'ldosh Novoseliy. Uşaq işlarımı əsli tutuş zararmı? Qadrli Lyudmila Prokofyevna. Zarur? Yo'ldosh Novoseliy. Bo'libmi siz ajoyib samimiy odamdek qilasiz. Ohoy, nima davatsiz? Ohoy davatqinim yo'q. Bak samimiy odam davatim. Oshirib etdingiz. Ne unchalar amraqlik qilishga arzimdiman. Boshqalarning hammasi ketdi. Siz xuddi sarangdek qilib qolibsiz. Men qilib qoldim. Siz degandek xuddi sarangdek qilib qoldim. Chunki siz men tuzgan jadvalni tanqidlab, jinimga tegdingiz. Qaraganda siz nihoyat kamtarkansiz. Bu sizning esil fazilatingiz. Sizning ko'zitish iqtidoringizning oldida mening kamtarligim hech qancha gap emas. Qadrli Lyudmila Prokofyevna. Meni kechiring. Meni kechiring. Qaltis ish bo'ldi. Meni kechirishingizni so'rayman. Rost. Qaltis. Rasatdan ayt qiziqarliq. Bu o'rindiqsiz o'tirishga loyiq ekan. Yo'q, o'z o'rningizga o'tib o'tiring. Yo'q, nima hojati? Nihoyat bahuzur o'tiryapsiz. Yo'q, yana o'z o'rnimizni almashtirib olamiz tuzukka. Siz nimishqa meni bundaq yaratmaydigansiz? Nimishqa munchalar iqtidorsiz chaqlaydigansiz? Siz bu nimishqa boshqalardek uyingiz qaytmadingiz. Bugun hajab ishchan bo'lib ketibsiz-ku. O'zingiz dedingiz-ku. Jadvalni yaxshi tuzamabdimi? Rostmi? Mashina uchun mening ishxonamga kirdingizmi? Nima degan g'alati qiliq bu? Yo'q. Sizni tuzitish beramdiki dedim. Yana yolg'on gap qilyapsiz, Anatoliy Yefremich. Siz menga ish chog'itib uyingizga ketmagansiz haqqachon. Atdiganda men ehtiyotsizlik qilib oldingizda yig'ladim. Ojizligimdan shunday qilgandiman. Ortiqcha gaplarni deb soldim. Sizchi? Siz ishinib qoldingiz. Amaliyotda mening hamma ishim joyida. Nihoyatda joyida, intayin joyida. Uning ustiga shaxsiy turmush degan qanchalik gap. Voy deb ketkichiligi yo'q. Menga boshqa xo'shalliklarni yetib oshdi. Men cho'ng bir organga rahbarlik qilyapman. Xizmatimni yoqtiraman. Nurg'ulg'an kishilar meni hurmatlaydi. Hatto ba'zan mendan qo'rqidi. Aras, boy ministerning yoniga berib keldim. U meni taqdirladi. Shunga men sizning himoyangizga va esdashligingizga muhtoj emas. Men texi atayanki qiyofatingizni sizning asli qiyofatingiz deb ekanman. Lekin men xato qildim. Hozirgi sizning asli qiyofatingizga. Bo'ldi. Uyingizga qaytib keting. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Дождь ли снег, любое время года. Tabiatda yo'q eski kun havo. Allah bergandir yomg'irni, qarni. Fasllar o'tar o'xshash so'ygilik, qish kuzni hamda yozni, baharni. Ko'ngilda ba'zi eski kun bo'lar. Bulutlar quturar tutulib havo. Soğuk şamal soqar tinmasdin asla, bununğa jazman qarag'in to'g'ri. Ölüm peşkellik ümitni üzüş. Basar yelkini iğir xizmat hem. Bularni bergen tabiat sana, çida pelvandek gayret qil herdem. Öter üzülmez gün ayla yıllar. Kiler aqibat söygen muhabbet. Ölümnün mu bar vakit saati, bularni kütüb al, g'am qilmay faqat. Горестные всходы надо благодарно принимать, надо благодарно принимать.
желаний годы и невзгоды, с каждым днем все непосильней кладь, что тебе назначено природой, надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать, как и дату своего ухода, надо благодарно принимать, надо благодарно принимать. У природы нет плохой погоды, ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить, надо не скорбя благословить, надо не скорбя. Yaxshimisiz, Verechka? Kiraymi? Albatta, kiravering. Kechirasiz. Bu xatni Yuriy Grigorievich berib qo'ydi. Ma'qul. O'z qo'lingiz bilan bering. Verechka, jiddiy hujjat. Do'stim, unutib qolmang. Bu mening majburiyatim tursa. Bu xatni tizimlamasangiz bo'ladi. Bo'ladi. Tizimlamay. Yura. Yaxshimisiz azizim? Viroshka, yaxshimisiz? Obama? Bo'lmamdigan qaytingizmi bu? Rahmat. Vera, men oyinimga kirib. Mana, yo'ldosh boshliq. Siz bilan so'zlashmoqchi edim, Vera. Nima to'g'riliq? Avval o'tiring. Qo'lig'im sizda. Bir ish botdi. Sizdan maslahat so'ramoqchi edim. Siz yana kimning ahvolini egallamoqchi? Yo'q. Bu ishni nima desam bo'ladi? Qisqacha aytay. Vujudida muhabbatning o'ti yangidan ulg'ayishga boshlagan Lyudmila katibi Verushkadan kiyim fasollarini va ayollarning yasnashi haqida maslahat so'raydi. Buning siz bilan nima aloqasi? Kechiring, Lyudmila Prokofyevna. Bundaq ishdi. Chatnoyedan bir tuqqanim kelgandi. U ayol surishtirib baqdi edi. Tushundim. Endi tushundim. Avval gapni oyoqdan boshlaylik. Oyoq ayollar uchun bek muhim. Rostmi? Shu. Hozircha bu qishliq oyoqlarni kiyishidi. Egiz boshliq. Kechirsiz, Vera, shus degan nima? Men faqat tushunamadim. İngilizce shoes degan, Shus. oyoq degan gap. Bundaqdan. Uytiki kelsak, egiz boshliq, sertliq. To'xtang, Vera, men bularni bir-birlab yozib olay. Oldirmay so'zlang. Ma'qul, bo'ladi. To'xtang. Men yozib olay. Egiz boshliq, sertliq demsiz? Uytikni da'vatman. Rost. Sizning heliqi tuqquningizning puti inchikmi? Chiroyliqmi? Nima desam bo'lar? Odatdagidek o'tirhal. Uqdim. Puti ancha inchik bo'lmasa, andaqda tiqvas bo'g'dak. Nega tiqib oldi? Uzun ko'ylak kiyibdi. Bilamsiz, Lyudmila Prokofyevna. Diqqat qilgan yana bir ish. Kiyimni moslashtirib kiyish kerak. Masalan, ishingizga o'ri yaqiliq ko'ylak yoki o'ri yaqiliq pufayka kiyishingiz kerak. Turlik mallar magazinda o'ri yaqiliq ko'ylak sotilyotadi. Ustiga brayzer. Brayzer dedingizmi? U qanday nima? Sportchilarnikiga o'xshash chapon. Uqdingizmi? Tanarkat o'ynaganda kiydiganmi? Odatda kiysangizmi bo'ladi. To'xtang, men yozib olay. Ustiga brayzer, ichiga o'ri yaqiliq ko'ylak kiysiz. Amaliyotda bu ancha muhim emas. Hozir boshmoqmi moda emas. Xudoga shukr. Meningcha mushum yaxshi ekan-ku. Shuncha tabiiy. Qandaq?
Bo'lmasa boshning ustida gumbaz turgandek bo'lib qoladi-da. Oğul şundaq tabii bolsa yaxşı-da. Başmaq modadan qağını bilen. Demek başmaq modadan qaptı-da. Çırayğa işleydigan bo'lib qoldi. Çırayğa nisbeten qaşning bek muhim işkenligini bilişiniz gerek. Keçirin, biz meşekçi sözleşdik. Endi qeşingizga kelayli. Qeşim qandaq ekan? Qeşingiz bek bo'lmay qaptı. Hem Mening qo'yuq, qeşim uzun bo'lg'ashqa bir amal qilib tuzash kerak. Qandaq tuzayman? Kerisiz, shalanglatisiz. Men bilan teriyman. Mo'chim bilan-chu. Mo'chim bilan? Yo'q, azizim. Bek og'rib ketdi. Og'rib ketdi. Ayol bo'lgandan ozroq jafo cheksiz-da. Qash degan inchka ham agim bo'lish kerak. Siznikiga o'xshashmi? Yo'q, men bilib bo'lmayman. Bira, avval ozroq narkoz qilib, ondan bo'lamdi. Ameliyatı bu ancha muhim emas. Boshcha kirib ishlaydigan ayollar bilan odatdagi ayollarni farqlantirdig'ini. Yo'lmagandek qiyofat. Qarang, siz mondaqmisiz? Menmi? Ajoyib g'alitilar. Kosangizni chiqarib, maydingizni qo'rib olsiz. Xuddi rohit odamnikidek gavdangiz bayn raqqan o'xshaydi. Ko'zlaringizni chekchaytib, qadamingizni yo'g'on tashlab, nuq qoqqandek ovoz chiqarib mangasiz. Voy xudoyim. Sizning menga shundaq qarab nomtam rostdan shundaq sattiramda. Tova. Ayollar degan bir tepishmoq. Boshni ozroq ko'tarsiz. Sal yerga qarab mangasiz. Maydingizni kerib, belingizning ostini erkin chayqab, xuddi yilpiz sahragandek silliq ham chiroyli mangasiz. Erlar mushundaq ayollarga diqqat qiladi. Mushundaq miyashni o'rgangili bo'lamdi. Odam bek qiynalib ketmasmi? Toshqang'imi tomoq chekizish mumkin-ku. Dunyoda o'rgangili bo'lmaydigan narsa yo'q. Siz shundaq o'ylamsiz? Ahli o'sha joyda kishilar uchun shundoq. Keling. Turing. Kiyimlaringizni tuzashtiring. Voy, buni o'rganish menga xeyli tasqi tushadigan o'xshamaydi. O'rganib ketasiz. Ko'hrigingizni chiqaring. Ko'hrigingizni demsiz? Siz menga xoshamat qilyapsizmi? Nima siz xoshamat qiladi? Kayningizni tuz qiling. Qo'ltig'ingizni tuz qiling. Moyanimi? Oldingizga qarab menga. Men nima desam shuni qiling. Hamma yerim nima? Bo'ldi. Menga ayollar go'zalligiga diqqat qiling. Qadamingiz yengil bo'lsin. Qani menga? Lyudmila Prokofyevna, belingizni to'liq o'ltirdingizmi? Pastkash ayollardek. Siz degan Unutqapman Vera. Erkinroq, yana erkinroq. Xushxo'yroq bo'ling. Haqlar ko'rsa, ajoyib fayz qizgan deb qolsin. Nafas elishingiz yengilroq bo'lsin. Nazokatli bo'ling. Chichangshiganda qiliq qilmang. Ot aylantirib yurayotganim yo'q. Endi o'zingiz menga. Nega mengatsiz? Lyudmila Prokofyevna. Nega mengatsiz? Lyudmila Prokofyevna, bu haykalni shkafning ichiga yushirib qo'yaylikmi deymiz? Nimishqa yushirib qo'ysizlar. Nimishqa demsiz? Tug'ilgan kunni qilgan kishi ko'msin debchi. U bak baldir qo'shib ketdi. Bo'ladi, yushirib qo'yinglar, lekin nariga yushirib qo'ysizlar. Sizga dedim-ku, shkafning ichiga deb. Shkaf patamdi. Tiqib boqmamdiq. Shura, ishchilar ishimizga bir kelib ketdim, jiddiy bir ish bor. Ishchilar ishimizga otni yushirib qo'yinglar. Endi mening ishim qolmagandi. Ishingiz qolmadi, rahmat berishga. Hozir borman. Sizga ishlarni tugatsam o'xshash emasmi? Sal turib kelay. Lyudmila Prokofyevna, boyisizlar nima ish qilayotgandinglar? Otni qo'yib qo'ying. Ishqis yo'q, kuchim bor mening. Tuning kechini qandaroq o'tkazdingiz? Og'rib qolmagansiz? Nimishqa bika og'rib qolgandekman. Qandaq kasal bo'lib qolgandek qilamdiman. Oqshom men toza payz o'ynadim. Shundaqmi? Bir do'stim o'z og'a mashinasi Volga bilan meni og'irib ketdi ekan. Mandaqdan. Muncholar ko'p pulni u nerdan tepibdi? Pul uning uchun ish gap emas. U dangli aeroplanlar hiligich. Biz restoranga bordik. Qaysi restoranga? Voy,
Atını qoyup qoyun. Qarang sizni shuncha ig'ir narsani qo'yib qo'ymay, nima quchoqlab o'tirsiz? Onundan ayrılığım kelmeyvatıdı. Restoranni so'radingizmi? Biz Argovi restoraniga bordik. Shunday. Biz u yerda to'xu go'shi, isilgan to'xu go'shi, kebab, qo'y go'shi, go'sht qatlamasi yedik. Göç katlaması? Shunday. Nima Go'sht ishdinglar? qatlamasi yedik. Üzüm arig'i, arshon suvi ichdik. Siz harak içmeydiniz bu. Nimish qishmay, yaxshi aroq bo'lsa, hargiz rad qilmayman. Uning ustiga ilpat yaxshi bo'lsa. Siz otga chaplashib qolibsiz-ku. Qo'yib qo'ying. Ichki a'zoyingiz zaxmlanib qoladi. Tez qo'yib qo'ying. Zahimlenmeydi, eğir emez. Bu tayçak olsa, bu poni nesildin. Kaşlamaktan keyin yani neymiş kıldınlar? Xudingizni yo'qotibsiz yo'ldosh Novoselisev. Otni tez qo'yib qo'ying. Nemish so'yginingizni quchoqlagandek, quchoqlab o'tiribsiz. Ben hayvanatga amra. Tunni kechini siz qanday o'tkazsangiz? Nait adli. Tramvay bilen qaytdım. Çoğun oğlumun ders çalışı yardımlaştım. Ondan keyin kiçik oğlumni birden oynattım. Keyin ayalım bizge tamak tayarlab qo'yib ketgan. Shundoq. Tamak yeyma dedi. Ayolingizning ismi Lizami? Otbek ig'irmay yordamlashaydi. Yo'q, bo'lsa tutayım. Yuzi oppoq, chechini ikki tal o'rib olgan. Yo'q, bir tal. U sizning burunqi ayolingiz. Balkim hozirqisini bir taldi. Burun kız köşesini iki tal ör oldu. Bo'ldilar, men bilaman. Anatoliy Yefremich. Nemish qayersiz yolg'on aytadigansiz? Sizning ayolingiz yo'q. Ben sizni ögünüm atmalıydım Prakofyevna. Ben sizin ahvalınızı bilemem. Sizin herkesme ayrıptan lahiyli güçe tanışınız yok. Ağzınız keginde dev yerdiken, sabırda qo'ying. Kim berdi? Men sizlarning boshlig'inglar. Taychoq nimish qiyas tashvitisiz. Nim bo'ldi? Ot bilan yetib olgansiz nemisi? Biz yetib olmadik. Biz yıkılıp ketdik. Yiqilib ketdik. Taychoqdan yıkılıp ketdim. Voy yay. Bakma bir aram bo'lib ketyapti. Üstümge meni algan taychoq meni tugashtiryapti. Voy jon. Mening yerim og'riyotdi. Mana ishib chiqdi. Ishib chiqdi? Amsi so'g' o'tkazaylik. Ish ustida yarlandim. Bu yeringiz ishib chiqqandek emas bu. Ishib chiqilyapti. Anda so'g' o'tkazib boqaylik. Qanday qaraq? Nemish o'zingiz qilib ketasiz? Katıngızını buyurursunuzun bulmamdı. Siz qachonmi meni boshliq qatorida ko'maydigan bo'lasiz? Lyudmila Prokofyevna, Bobulkov o'libdi. Nimish o'libdi? Men yo'l yo'riq bermisam. Nima bo'pti? O'libdi. Nimishqa? Nima sababdan? Uqmadim. Tez pul bering. Gulchamrak olamiz. Qanchadan? 50 kopek. Tez bo'ling. Gulchamrak olamiz. Agar bugün yana birisi o'lsa yoki birasi yangisa, andaqda men osh qolaman-da. Qo'l qo'ying. To'xtang. Avval men qo'l qo'yay. Qanday bo'lmasin, men idora boshlig'i. Bo'ldi. Amalning cho'ng kichikligi qarab qo'l qo'yili. Rahmat. Taychoqni nimishqa ishkab qo'yishirib qo'ymaysiz, Novoselisev. Taychoq bilan ikimiz o'rnimizni topmay turib. Qanday qaraq? Eliq yeringiz o'ngshilib qolgandakmi? Ishib chiqqan joychi. U yo'q. Mana ishni bo'lmabdi. O'ngshilib ketibdi. O'rningizdan turib keting. Men yordamlashaymi? Rahmat. Tez turing. Berib, ishingizni qiling endi berib. Oy. Taychoq bilan ikkimizni yana bir qatim kechiring. Biz ikkimiz. Siz zodi. Hozir zodi qanday qarab tursiz? Rostini desam, Bobulkov qaraganda men baktalaylikkanman. Amsi, keting. Yaxshimsan? Yaxshimsan? Adisli boshlig'ingga qatoraysiz. Zadim ijro qilatamsan? Taychoq bilan ikkimiz ijtimoiy xizmat o'tayotimiz. Mundaqda. Aras yura. Meni o'stirish to'g'riliqda so'zlashmagansan? Zodila fursat chiqmayapti, lekin uning bilan cho'q. Bo'ldi, yaxshi qilibsan. So'zlashma. Burun pardada ketaveray. U xizmatda ishligim yo'q, qilmayman. Ta'zib ber. Verochka. Boshliq meni so'rab qolsa, ministerlik ketdi deb qo'y. Ma'qul. Katib qiz Virushka aslida bir o't quyruq ayol bo'lganlikdan Oliyaning Yuri Gergorishga yozgan xati haqida so'z cho'chak tarqatdi. Yeningdiki chechini bo'yib olgan, doim degidek ko'ktat oladigan sumkani ko'tarib oladigan haqirina vaqib bir qarab taq. Uning bo'ynidagi ov ettirgil shekillik bo'ladi. Nim degan ko'rimsiz?
Anlaptır Alyona. O manga muavin idare başlığı berip koyun dep bir parça xat bergendi. Xetini körüp saptı men. Başqalarının xetini görüş medeniyatsizlik elbette. Lekin men körüp saptı men. Şundaqdımı men okup etmey turamadım. O xetini mandaq dep başlaptı. Azizim Yura, sana xat yazışqa uzungacha jur'at qilamadim. O'tgan ishlar endi qaytib kelmaydi. Anlaptır, oxiri yana bor. 40 yoshlardagi ayollar hamisha mushundaq ishlarni qilib yuradi ekan. U dahi o'zimi bilar ekan. Men seni qayta ko'rgandan keyin shuni bildimki, men shuncha yillardan beri faqat birla kishini, ya'ni sinili yaxshi ko'rib kelibman. Mana qara, pensiyaga chiqish oldida turgan bir ayol mushundaq ishlarni qilib yuribdi. Alyona jins ozotligi bu, qalbisi yangilikka. U ilishib qolgan bo'lsa kerak. Sen bu ishni boshqa birisiga topshirma. Ha? Bu Çin gülümüz kaç pul? Mau 4 rubliylik, mau 2 rubliylik. 2 rubliylik alay. Yo'q, yo'q. 4 rubliylik alay. Ha, ilan. Rahmat. Mau oshgan pulingiz. Bo'ldi, ammay. Endi bilan. Yo'q, bo'ldi. В душе покоя нет, весь день я жду кого-то. Parakende ko'nglim mening. Kusammu kelmas nigar. O'tkiziman uzun tunlarni, uyqudan men bo'lib bezar. Yo'qdir mening shu nigarim. Uni izlab boray qayon. Ul nigarni topsam faqat rozi edim kessam jahon. Чтобы найти кого-то, могу весь мир я обойти. О вы, хранящие любовь, неведомые силы, пусть невредим вернется вновь ко мне мой кто-то милый. Но нет со мной кого-то, мне грустно от чего-то, клянусь, что все бы я отдал на свете для кого-то. На свете для кого-то, клянусь, что все бы я отдал.
Bera, Novoselsevni chaqirib eting. Ma'lumot jadvalini og'ish kirsin. Yo'ldosh Novoselisev. Boshliq chaqirib Ma'lumot jadvalini og'ish kiring. Qarang. Ko'ngil qo'ysangiz, bir obdan ishlayotgansiz. Shunday qanasmi? Men o'z xizmatimni bak yoqtiraman. Meningcha statiksiz turmush emas. Men uchun aytganda zulm. To'g'ri. Bilemsiz Anatoliy Yefremich, qiziq ish. Bugun atdiganda ishga kelib qarasam, üstülimde bir dasta gul turibdi. Rost shunday ish bo'ptimi? Tova, buni kim ekegandi? Shundaymi? Ha? Nima? Men nim bilay? Sizning buni kim ekegan? Tan xabarim yo'q. Rostini bilmamsiz? Bilmayman. Bilmaysiz, qiziq ish. Qaraganda bu bir sirkanda. Shundaq. Ha, topdim to'g'ri. Buni Shura akagan. Qaysi Shura? Yiliqi ishchilar uyushmasidagi yiliqi ayol Shurachu. Asli ish mundaqki, yiliqi Bobilkovni o'libdi dedi. Anglasa o'lgan kishi u emas. Uning bilan ismdosh birisiga. Shunga doktorxonadagilar bizga telefon beribdi. O'qishmay Gulchambirakni olib bo'ptiki. Endi u qachon o'ladi deysiz? Uni kim biladi? Gulchambirakni cho'kib tashlasangiz to'liq afsuslanarli ish bo'ladi. Shunga Shura Bobilkovni cho'kib, yo'q. Gulchambirakni cho'kib, dasta qilib ayollarga bo'lib berdi. Buni men uningga shunday qiling dedim. Bo'ldilar. Gapingiz chaqpasmidi? Ner chaqpasmidi? Faqat chaqpasmidi. Bugunni men ishga kelishdim burunla birisi mush shishig sap qo'yibdi ekan. Boblikovning hilmi tirikligini texilal uqtinglar. Ha? Bunaqa emasmi? To'g'ri. Chaqpasmabdi. Qaraganda gapim qamlashmaganda qildi. Qamlashmay qoldi. Sizning bugunni kim ekegandi? Manga chaqchisiz-ku. Bu otni qishingizga xudim ma'kagandek. Nim degingiz bu? Bir chiroyli gulni qarab turib o'tdaysiz-ku. Meningcha bugun siz akagan. Shundaq turuqliq nemish qilgan men akagan deyishga jur'at qila olmayapsiz. Yo'q. Kulkilik ishda bu. Siz nemish qilmandek bir samimiy odamdan gumonlanib yurdigansiz. Sizga nimda kulakilay? O'ylab beqing. Men nimda shunday qildiqman. Qiziq ish. Siz men gulak etpasangiz bo'lmamdi ekan? Bo'lmamdigan, sizga gulak etsam toza bo'ladi. Masalan, tug'ilgan kuningiz 8-mart bo'lgan bo'lsa-da, lekin mening bunda qilish xiyolim yo'q. Qilmayman, hargiz qilmayman. Siz hamisha yolg'on gap qilayotgansiz, yo'ldosh Novoselisev. Yolg'on gap qilmadim. Sizga gul akilib so'rangmi men? Qudimog'i boshqa ish yo'qdek. Bo'ldi, ishimga boray. Akiranga chiqib xizmatimni qilay. Siz menga avval gul taqdim qilib, endi kelib meni haqoratlayapsiz. Yo'q, haqoratlamadim. Ilim, bu o'tingiz nega pasangiz aprim? Siz bosh xizmatchilarning yuziga hargiz bundaq bir nima aytib baxmaydingiz. Qaraganda meni pek yaxshi ko'rdigan o'xshamamsiz. Yana gap qilsangiz, bu to'lqin etishtimmi yanmayman. Agar shunday qilsangiz, bu meni rostilla yaxshi ko'rib, rostilla yaxshi ko'rib. Ko'zimda yo'qling. Ma'qul. Hozir yo'qling. Ma'qul, hozirla. Bundan keyin men sizni chaqirtmoqchi ishxonamga oyoq bosqichi bo'lmam. Chaqirmasangiz kirmayman. Qubul vaqtdan boshqa vaqtda kirgichi bo'lmam. Agar bir kontakt ish yoki xizmat bilan meni izlamoqchi bo'lsangiz, katib tizimga qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Mening hargiz bu endi bu yerga kirishingiz guruhda yo'q. Men guruhda yo'q. Ishkindi kirmayman. Kirmasangiz kirmang. Xotirjam bo'ling. Ammo litmila prokurorina araldi meni kechiring. Xayri xo'sh. Bu yer o'ta yo'l emas. Lekin hargiz bundaq ish yuramaydi. Xayri xo'sh, ish qayoqda qoldi ekan? Ish ko'z joyida. Qayoqqa childigandi? Yo'q, childigan. Xayri xo'sh, litmila prokurorina. Обрываются речи влюбленных, улетает последний скворец.
yo'qdir mening shul nigarim. Uni izlab baray qayan. Ul nigarni topsam faqat rozi edim kassam jahon. Что-то осень наделала с нами, в красном золоте синит земля. Sizga telefon kapti. Kimdan ketdi? Misha taqandingmi? Aytib qo'y, 15 minutga unga telefon berma. Yo'q, dada. Tonimaydigan bir odamdan kapti. Men hozir chiqay. Vay, Anatoliy Yefremich, men tünögün, Xudoning haqqida meni kechirsangiz. Tünögün men behmi aldirangılık qilib qo'yibdiman. Sizga qattiq tegib sapdiman. Bugun turib o'ylab baqsam, eliqi la'nati gulni balkim siz ekanligan bo'lsangiz kerak. yo'q, ketmaylar Prokofyevna. O günni rostmi ekan. Shundaqmi? Siz to'limi vijdonsiz, behmi benumus odamkansiz. Облетают последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя. По пустынной и голой аллее, шелестя облетевшей листвой, Отчего ты себя не жалея, с непокрытой бредешь головой? Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей? Как посмел ты красавицу эту, драгоценную душу твою, отпустить, чтоб скиталась по свету, чтоб погибла в далеком краю. Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому. Себе самому. Покоя нет, весь день я жду кого-то, без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то, со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то, могу весь мир я обойти,
чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то, могу весь мир я обойти. Хранящий любовь неведомой силы, пусть невредим вернется вновь ко мне мой кто-то милый, но нет со мной кого-то, мне грустно от чего-то, клянусь, я все бы отдала на свете для кого-то, на свете для кого-то, клянусь, я все отдала. Криверам, шкучок. Kiriverem, Anatoliy Yefремович. Ben kirdim. Rahmet. O'zingiz uyda bahuzur o'tiring. Men hozirla chiqaman. Ben kirip oldum. Özlemden uyuduk. Men hozirla chiqaman. Hiç kısı yok. Bahuzur o'tiring. Ben huzur oturatımen. Gap qilmaysiz-ku. Bu ko'ylak menga yarashmabdimi ya? Buni kiymasligim kerakmidi. Sizga bek g'alati ko'rinib ketyapmanmi? Bu halqalarim qo'pol bo'lsa evatsam bo'ladi. Yo'q, turaversin. Sizni bilasiz. Men yasirishni o'qimayman. Bek chiroy olib ketibsiz. Yotmaylar, bırak kokiyimini. Sizga rostli yoqdimi? Acayip yoqdi. Men haqiqatan baxushal. Qani o'tiring. Tamoq yeylik. Qani marhamat. Rahmet. Rahmet. Bo'lmasa, mayt o'tiramsiz. Yo'q. Bo'ldi, men jim o'tiraveraylik. Rahmet. Qani ilim. Bu yerda nima desangiz shu bor. Hamisi bor. Albatta. Sizga bir rom qo'yaymi? Albatta, bo'ladi. Qanaqaysiz? Bu yerda nima desangiz shu bor. To'g'ri. Ma bu üzüm arığı. Bu aşağı. Üzüm arığı. Qizilnimi, oqnimi? Oqni. Yo'q. Qizilni ichay. Qizil yaxshi. Qizil yaxshi. Mana. Bu haraq azroq qansiq ekan. Biroq azroq sari yeb baqay. Bakmezlikka. Ergiz tatinmang. Ergiz tatinmayman. Buni sizga akagan. Rahmat sizga. Ajab yaxshi ekan. Men bek xush bo'ldim. Rahmat. Ichida qangizaklar bor.
Şundaq, bilmən. İçində qan gezəklər var. Qani. Ma'noda elim. Rəhmət. Azraqla. Mana. Qo'rg'ul bo'lib qoldi. Yo'q. Mana ma beliqdimmi azroq yeng. Beliqdim. Azla bo'ldi. Men qabul qilishingizni o'tinib tizimtib qo'ygan. Kelaki chorshanba kuniga. Nimishdi? Xususiy ishdi. Andaq bo'lsa, kelar chorshanbani kutishning imojidi. Xususiy ish bo'lsa, hozirning o'zida so'zlashsak bo'ladi-ku. Agar sizning boshqacha fikringiz bo'lmasa, hozir davering. Yo'q, boshqacha gapim yo'q. Hozir deyman. Asta, gapimni nereden başlasam bo'la? Eng muhim deb bilganlaringizdan boshlang. Ochiq yo'riq davering. Ochiq yo'riq demsiz? Davering. Men sizning bir taklifimni qabul qilishingizni, shuni Muvafiq taklif etdi. shundaq deyishkim bo'ladi. Demak siz Asta. to'xtab turing. Mana hozir kelaman. Voy. Sizga gapdi. Mama. Bir ayoldan gap. Yo'q, bir baladan dang. Vapkidin kepti. Mening bu ikki balamiz bir ish chiqarib qo'ymasin deb sizning telefon nomeringizni, yo'q, ikkimizning telefon nomerini deb berib edim. Bu so'zlashavering, hech qisi yo'q. Voy, vapkima, nima ish bo'ldi? Sirdamsa? Nimda balaxonga chiqdinglar? Kirib uxlanglar. Yana telefon berib sir o'ynaydigan bo'lsanglar, men pek uruydiman-chimi? Kechirim etmanglar, Prokofyevna. Bu mening balalarim. Odatda pek yuvosh. Sir tugabdi. Sirdamsiz? Yeshil sir, men og'ar. Nima qilay? Balxonning shodisini sirlig'idi. Balalarim oshxonaning ishini sirlaymiz deb sirini tugatib qo'yibdi. Aras. Boya biz nima deyishyaptik? Siz boya mening bir taklifim bor deganda qo'ydingiz. Menma. Undaq demdingizmi? Dedim. Biroq siz buning qanday qaraysiz-ki? Oy, qiyin deb baxmamsiz, odamni taqozo qilmay. Oy, xudoyim, qani tezroq deysangizchi. Odamning hajatini ichini pishirayaptiriz. Ras. Buning tez deb Hoş tapdın menço. Ben üzerine bütünley acaba sıkına. Talep etdim. Azrak su içsem bulamdı. Bo'lmamdigan arshan suv ichdim. Nima bo'lsin mayli. İştigalki nasıl olsa qilaverdi. Sizga azroq qo'yaymi? Bo'ladi, ma'qul, azroq. Az qo'ying. Hoşup ketdi. Tezroq deysangizchi. Hozir. Mana hozir deyman. Tezdan. Mana. Ajabkansiz-ku. Qadrlik. Tezroq deysangizchi. Qadrlik. Lyudmila Prokofyevna. Yo'q, suyimli Lyudmila Prokofyevna. Siz bilamsiz. Mening ikki balam bor. Birisi o'g'il, to'g'ri. Yana birisi. Yana birisimi o'g'il? Bu ikki o'g'limiz menga tozimi ig'ir yuk bo'ldi. Haqiqatanmi ig'ir yuk bo'ldi? Siz vallahi nima deyapsiz? Bundaq deysangiz qanday bo'ladi? To'xtab turing, Lyudmila Prokofyevna. Gapimni bilmay turing. Men aslida gapimni topolmay turdim. Men siz degan kim? Siz degan qaltis boshliq. İqtidorli rahbar. Ta'sirlik ayol. Yana kelibsiz. Yo'q, radiya bermay turing. Amaliyotni shundoq. Men qancha odam ko'rimsiz, maoshi tuvan, odatga chakana bir odam. Gapimni bilmay turing, Lyudmila Prokofyevna. So'zimni qilib olay. Mencha, men sizdan qo'rqaman. Rosti qo'rqaman. Rostmi? Men o'zimni bilmayman. Mushtapda so'zlayib titrab ketyapman. Afsus. To'limi afsuski, men sizning turmushingizga huzur olib kelmayman. Rost.
Meningdek adamning sizga nima keragi? Meni ikki balam bor, ikki. Birisi o'g'il, yana birisimi o'g'il? Sen helishkensiz. Yo'q. Qani, bir romkani ko'taraylik. Qani, ela. Oy abla. Abla beşimga bala tapdım. Meni bırakın yine. Meni Xudoga kechiring. Yemi köynügüm tügeçti. Tuz nerede? Kızlar Tuz çıkdı. Gepimni anlam. Qani, köynügünüzü silim. Chaqqan. Yo'q, bu yerda emas. Bu yerda emas. Biyasanman, hargiz sanman. Atamtirib ket shunda deb sapdima. Tuz chiqayman. To'xtab turing. Anatoliy Yefremich, bo'ldi ap chiqmang. Bo'ldilar, bir ko'ynak uchun unchilab aram bo'lmang. Sizdan qo'shib ketay. Bu dunyo qo'shib ketay. Tuz sepsam so'rab bu oladi. ko'ynakni ikkinchi kiymayman. Ko'ynak bilan karimiz bo'lmasin. Karimiz bo'lmasin. Ko'ynakni uyga aytib chiqib ekranga. Bo'ldi, ko'ynakni gapini qilmang. Yana ko'ynakni gapini qildigan bo'lsangiz, men bu ko'ynakni kuydirib yetaman. Cho'qim kuydirib yetaman. Amisi. Anatoliy Yefremich, sizning boyaq gapingizdan qattiq ta'sirlandim. Sizni qandaqmi chakın odam degili bo'lsin. Ya, Parvardigor, sizga kishining shundaq amroqligi hamma jihatdan shundaq maslik keldi. Biroq menchi dal uning aksi meni meni foydam keldi. To'xtab turing. Siz mening gapimga birdan quloq solmang. Jim turing, sizdan xo'shib ketay. Boy men sizning gapingizni ko'ngil qo'yib angladim. Gapingizga luqma solmadim. Endi siz mening gapimni anglang. Anatoliy Yefremich, men xizmatni o'ylayman. Mening turmushim qiyinlashib qolgan. Men bir qiyir qiz. Men buyruqvozlikqa odatlanib ketdim. Ondan bek aldırango. Men bilan birga o'tgan kishining kunimi tas. Hatta men uni yaxshi ko'rsam, bari bir yana shu. Biroq gap buningda emas. Muhimi men sizga ishonmayman. Nimishqa? İşengim kelmaydi shu. Manga bu dunyoda sizdan yaqin odam yo'qdek tuyuldi. Manga shundaq tuyuldi. Men sizni pat o'ylayman, nihoyat ko'p o'ylayman. Siz xiyolimdan ketmaysiz. Biroq bu muhim emas. Yo'q, bu bak muhim. To'xtam, gapimni bo'lmay turing, to'xtam. Men hayotimda bir qitim azobli kechirmishni beshimdan kechirgan. Birisi menga muhabbat izhor qilgandi. Biz xeyli uzun yurdik. Biroq keyin u mening bir do'stim bilan to'y qilib oldi. Mening hargiz do'stingiz bilan to'y qilib yurishni niyatim yo'q. Shundaq sizga undaq fursatmi yo'q? Chunki men qiz do'stlarim bilan aralashmaydigan bo'ldim. Ularning birisini o'zimga yaqin yo'latmadim. Ularning nima keragi? Biroq bu mening sizga tegaydiganligim emas. Men undaq opol-topol birisiga. To'xtab turing. Kechiring. Men tushunmadim. Kallam toz yaxshi ishlamaydi. To'y qilish taklifini rad qilib o'tamsiz. Yo'q. Qabul qildingizmi? Oy. O'zim uqolmayapman. To'xtam. Voy. Vodka. Akilam. To'xtam. Nima ish bo'ldi? Nima bo'pti? Bir ish bo'ptimi? Nima ish bo'pti? Vallahi mushukni turib yo'lga tashib yetibdi. Voy xudo. O'ynay ko'rsiz. Tez bo'ling. Mushukni chiqib olaylik. Ishtik bo'ling. Bu oyunda sen asaslık rol çıktın. Hardın to'lab öz rolunga çıkmadın bırak. Kösetmedin sen üzerine kıldın molumuz. Hemrayim yok. Ben bir rol aldım yegane her vakit. Sana okşaş şu kişiler men azaplansam.
Xoşal bulup qin-qiniga patlaydı külüp. Men yalğızla xorlanıman iştip bahane. Yürelmeymen haq aldıda beşim küdürüp. Tutam yok belmişallah kişiler içide. Görünmeydi haqiqi personaj faqat. Personaj deb baqqina qo'xdingmi sen? Qo'rqma zodi, men sotqinlik qilmayman abad. Ansirima ikkimizga mansub o'yinni. Tugitiman seningsiz men yolg'izlik o'ynab. Amalim yo'q bu o'yinda gar bo'lsam mag'lub. Ko'targayman kelib bossa borchida oson. Yaxshimisiz? Bugun hajat chiroyli xo'p ketibsiz-ku. Sizni xeyildan beri kuzatib kelyapman. Ishxonamga kirib turing. Paranglashimiz bo'lamdi? Bo'ladi. Yaxshi turdingizmi? O'zingizchi. Mushuk qanday bo'ldi? Mushuk nihoyatda obdan qopibdi deydi. Mushuk shundoq demdi? Ha, shundoq. Haqiqatan yaxshi mushuk ekan. U dunyodagi mushuklarning eng yaxshisi ekan. Shundaqmi? Lyudmila men bilan chiroyli bo'lib ketgan. Bunda xayolim bor. Ishdan tushib sirtqa chiqib ketsa qanday? Yaxshi o'ylab. Teatrxonaga boramiz. Teatrxonaga ajab yaxshi dedingiz. Teatrxonaga bormaganimga 100 yil bo'ldi. Biroq nima ko'ngil bormiz? O'xmayman. Nimani ko'rsak o'xshash-ku. Rost o'xshashlar. Ishdan tushib boraylik. Yaxshimisiz, Lyudmila Prokofyevna. Bugun siz bilakchil chiroyli xo'p ketibsiz. Yuriy Grigoriyevich. Xizmatdoshlarning hammasi bir yangilik ustida g'ulg'ul qilishyapti. Nima yangilik ekan u? Tilg'og'chiligi yo'q. Bu gaplarni sizga demaylik qo'y. Yo'q, davering. Sizni bilib qolasiz. Yo'qay. Qani davering. Men hamma yangiliklardan xabardor bo'lishim kerak. Maviyaga imzo qo'ying. Nima deyishimni o'zim bilmayapman. Qanday bo'lsa, shu bitta davering. Umuman hamma odam Novoselsevni sizga taklif qo'yibdi deyishyapti. To'g'ri. U menga taklif qo'ydi. Taklif qo'ysa nima bo'pti? Bo'g'mayli. Biroq buning bilan obro'yingiz to'kilib ketadi. Hamma nimaga ish qilib qo'ydi. Yuriy Grigoriyevich, obro'yim joyida, uni to'kadigan chaqma bo'lib qoldi. Sizningcha qanday, ha? Biroq ba'zi ishlardan sizning xabaringiz yo'q. Mening u ishlarni samanlab qo'yish mas'uliyatim bor. Mana, maya qilib qo'ydim. O'tgan biznikiga bag'ningiz yodingizdami? Nima ish qilyapsiz bo'lmasa? Novoselsev shu chog'da sizga yaqinlashmoqchi edi. Bu gapni u o'zi menga degan. Uning maqsadi boshqarum boshlig'i bo'lish. Men uni cho'kirishni xohlamayman. U ishni o'zidan chiqarlaydi. Uning ko'ngligini tushunishga bo'ladi. Maash o'tsa tamosim ish boshqa. Mana maya qilib qo'ydim. Siz balki meni o'tgan kishoplarning ochig'ida mushkatdan to'xtatdi deyishingiz mumkin. Uning bilan yaqin o'tkashga ba'zi ishlarning tafsilotini faqat o'zimda bilaman.
Masalan, u nima deb sizga kotil arg'i tutadi? Nima deb sizga molgo haqida gap sotadi? Siz ko'p rahmat. Merdane çamdap. Verişke bugün kaybatı çıraylı hop geçsiz. Şişek melik Oy, kaldım. ne görsen? Başkalarını kirgezmen biz yığın açımız. Bum 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 bum. Bum bum bum. Kızıl doğunu biz götürüp Merdan'ı alva. Vay. Vay. O yok. Keskici yok. Keng pilemde başladı ucum. Bu ministerler bizden tolu avarkı mısın? Qani o'ltiring, yo'ldosh Novoselisev. Ben işini takap koydum. Sizni o'ltiring deyapman. O'ltiring. Qani marhamat. Ya, oturuşku ben sizin teklif kılsam bulurdu. Kani oturun. Ben işki bilet ekeldim. Lekin tiyatrının emas. Serik oyunun bileti. Serik oyunu yaxşı göremsiz? Mening ishxonamda jozda o'tirishga bo'lmaydi. Kaçırım ben endi düşendim. Ben tehe oturayıveremem deptim ben. Oxiri sizdinmi muvaffaqroq odam topoldi. Siz kasbga puxta, xizmatda keskin, ziyrak ham qobiliyatli. Bundan artıq sözləmək qısqası mən sizni başqarım başlıqlığı təyinləş haqqında buyruq düşərdim. Nimişka? Aldığınızda bir eski çıkıp koydun mu ya? Bu vəzifəni rədd qılmaqçımısınız? Yox, mən sizin bunda tələbbüzlü gep qıvatqanınızga hayran. Sizga muşu tələbbüz muvaffaqroq. Nimişka? Mən bilet ağıl ketken arlıqda nimiş oldu? Bu allı burullu ba iş. Sizning kəşfiyyatınızı mən toluq düşəndim. Keşfiyatınız ne? Ben hiç kim keşif kılmağantım bu. Bo'ldi. Unchalik kamtar bo'lib ketmang. Manga yaqinlashib boshqarim boshlig'i bo'lganligingizning o'zi. Alohida kashfiyat bo'lmay, nima? Hukuk için sizge yakılışka menin hakkım yok. Bırak aynı vakitte sizni munçilik yaxşı görüp kalaman dep oylamaptı ekanman. O çağda mende bunda xiyal taqatli yo'qdi. Tova. Siz behmi qo'rqinchli odam ekansiz. Menma. Siz
sizning qiliqlaringizni tushungan bo'lmag'idek. Balkim o'zingiz tushunsangiz kerak. Sizning qiliqlaringizga qarshi odamning huquqi keladi, bilamsiz. Biroq men savalliklarimni iniqlashning sababini topdim. Hozir men sizni yaxshi ko'raman. Rost yaxshi ko'raman. Men sizga ishonmayman. Ammo siz yuraq ishindi ekansizda. Bo'ldilar. Chiqib vazifangizni o'ting. Siz endi ko'ngildagidek vazifaga erishdingiz. Meni chaqirganmidingiz? Istifa so'rab yozgan doklatingizni o'qidim. Yo'ldosh Novaselisi. Dokladni mushunda o'qamsiz? Hech qisi yo'q. Yana bir parchasdan bo'laverdi. Yozsangiz yozavering, men yirtayveraman. Моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то, без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то, со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти. Моей душе покоя нет, весь день я жду кого-то, без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то, со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти. Tanışış ve arazlıqdan keyin ular ranjishib ishxonadan ko'chaga chiqadi. Qiziq yeri shuki, ular bir mashinaga o'ltirib, oxirgi hisobda 9 oydan keyin bu ikkisi 3 o'g'illik bo'lib qoladi. Mundaq kenda. Besham ayol. Siz rastmuz jiray. Rastmuz jiray. Ministerlar meni qutqizinglar. Meni prokurorlar bir yaxshi kadrni meyib qilib qo'ysiz. Davlatdan kadrlar qo'shib ziyon uchraydi. Voy, bo'ldi. Voy, vakillar. Men tagib qo'ydim. Siz qo'yma. Haqmaqsiz qo'yma. Nima ish qilmoqchi? Хранящий любовь, неведомые силы, пусть невредим вернется вновь ко мне мой кто-то милый.
со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то, могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то, могу весь мир я обойти. Что ж, я тебя покалечу, я тебя не сделаю. Әң надыр, әң еңі сүзік юқыр болған фильмлар сәлкін сүзік фильм мұнбірді. Торбекет адресimiz www.chekit.com